alaykum, qadrli oshnalar, do'stlar. Mana biz Londonga kelganimizga bu oyning 5-oyi. Shunchadan beri yani yangicha hayot tarzi, yangicha ishlar, yangicha odamlar ko'rib turganingizda bu mana London saroyi. Bu Buckingham Palace ataladi, bilishinglarcha. Hozirchalik hayotimiz yaxshi davom etib kelyapti. Ishlarimiz ham hammamiz yaxshimiz, bizdan xavotir olmanglar. Deymiz, mana yuribmiz. Shu fursatdan foydalangan holda Andijondagi, O'zbekistondagi hamma barcha yaqin tanishlarimizga salom yo'llaymiz. Biz shu yerga kelishimizga kattadan-katta yordam qilgan yaqinlarimizga, albatta ota-onamizga, til o'rgatgan ustozlarimizga, Nodir akaga va shu institutdan ekzamen tashkil qilgan EPC taraqqiyot markaziga